endi mana yuzimiz yorug' bo'ldi, ikki shogirdimiz nomzodi bo'ldi. Bundan to'xtash kerak emas, bu nima deydi, avans. Xudo xolasa doktorskiylarga ham yo'llash, professor nomlarini olish nasib etsin. Kutamiz. Allohga shukrlar yetganingizga, qolaversa ota-onamizga va qolaversa ustozimizga, bevositamizga, ham akalik, ham ustozlik qilib kelayotgan akmalaklarimizga rahmat. Shu dargohga kelib, immunologiya sohasida o'ziga yarasha spetsiallik tajriba so'zlarini berib, bizni ham shunga yarasha shu darajaga yetkazdi. Tan joni sog' bo'lsin, guldor bo'lsin. Qolganlarga omad, harakat qilayotganlarga, lekin rejalashtirib, haliga qilaymi, qilmaymi deganlarga qilish kerak albatta. Sababi o'ziga yarasha yangi imkoniyatlar, yangi intilishlar, yangi maqsadlar paydo bo'lgan. Biz ham shunga qarab Xudo xohlasa harakat qilamiz, va'da beramiz. Oxiratga deymiz, shu darajaga borishga harakat qilamiz. Bitta narsa aytib o'tmoqchi edim. Biz mana 3 yildan beri Toshkentga har kun qatnayotgan bo'lsak, vaqt soati keldik, har kun borib kelishga to'g'ri keldi. Hatto ota-onamiz bir marta kutmoqda dedilar, ketishyapsan, kelsak yaxshi kelishing bu. Lekin Akmal akamiz kerak bo'lsa har 2 soat kutmoqda. Nima bo'lyapti ishlaring, qanaqa bo'ldi, ketyaptilaringmi, qaytib ketdilaring, nima? Haligi doimiy xavotirda, doimiy haligi bosimda turdi. Shu 3 yil biz ilm eshitgan bo'lsak, lekin asosiy haligi bosimni ular his qildi o'ylayman. Shuning uchun katta rahmat ustoz, omadingizga katta rahmat.